Asosiy binosiga kirganimizda ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib hol qilingan, kattagina televizorlarni qo'yib qo'yishgan. Tak, divanli zonalariga e'tibor berasizlar. Tak, bu tomondan poduli ham kattagina, spalnisi. Bu tomondan kirganimizda ota-onalar xonasi, o'zining ichida sanuzellari qilingan. Qarasizlar, juda ham shinamgina, sifat bilan remontlari qilingan. Orqa hovli ham bor bu yerda, biz orqa hovlini ham ko'rsataman. Tak, mana orqa hovlimiz. Bu yerda bolalar xonasi. Tak, bu kladovka. Xo'p, bu birinchi umumiy sanuzeli. Uning yonidan ota-onalar xonasi. Qarasizlar, chiroyli. O'zligi yashashlik uchun sifatli mahsulotlardan qilib remontlari yaqinda bitirilgan, bir hafta o'tib bitirilganiga. Bitta kuxnyasini ham ko'rasizlar. Tak, oynalari zakaz qilingan, yaqinda kelib qoladi. Bitta idish to'g'raydigan mexanizmlari eng yaxshilaridan qo'yilgan ekan. Degan sifat bilan xonadonimiz. Tak, bu yoqda zalga hovlidan ham kirib kelsangiz bo'ladi. Birato'la ko'rsatib keta olay. Tak, uyimiz asosiy binosiga ikkita tomonlama kirsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ham, bu yoq tomondan ham alohida kirsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi umumiy sanuzeli. İkinci umumiy sanuzeli bo'lsa, bu tomondan zalli. Chiroyli qilib qo'yilgan xonadonimiz. Hovliga qaragan, ko'chaga qaragan romlari. Podolga tushganimizda to'g'rida kotelnisi bo'ladi. Bu yerda begoviy doroshka nimadirlar qilib qo'ysanglar, sportivniy joy sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda bolalarni o'yingoh sifatida foydalansanglar ham zo'r joyimiz. Vashi chiroyli narxlarda ko'rasizlarmi? Xonadonimizning hovlisi, mana kichkina yashil zonasi, shinamgina uyimizning asosiy binosiga ikkita tomonlama kirsangiz bo'ladi. Bu tomondan zalga o'tiladi. Ichkarini video obzorini bilganida ko'rib chiqamiz.